Assalomu alaykum do'stlar. Bizda 24 va 25 savollar tahlili. 24-savolda bir kishi Meksika shahriga tashrif buyuribdi. Bilamiz do'stlar, Meksika shahri bu 7350 fut balandlikda joylashgan shahar hisoblanadi. U to'qimalar yetarli kislorod olish qiyinligi tufayli nafas olishda turli xil muammolarni keltirib chiqarayotgan. Ya'ni biz bilamiz, qancha balandlikka chiqqan sarimiz bizda kislorod miqdori pasayib boradi va SO2 miqdori ortib boradi. Bu normal holat va qondagi ya'ni qanday muolaja qilganimizda gemoglobinni kisloroddan tezroq ajratishga olib kelishi mumkin deyilyapti. Bu 24-savoldagi asosiy maqsad nimaga qaratilyapti deydigan bo'lsa, bu gemoglobinning kislorodni chiqarish tezligini oshirishga qaratilyapti. Ya'ni endi bunga biz qanday tavsiyalar bera olamiz deydigan bo'lsa, ya'ni qanday yechim? Bu birinchi o'rinda Diamox tabletka, ya'ni preparatlarni qabul qilish. Bu asosiy effekti, ya'ni asosiy nima qila oladi deydigan savolga, bu pHni pasaytiradi va bu natijasida gemoglobin kislorod ajralishini rag'batlantira oladi. Bilamiz, qancha balandlikka chiqqan sari pH miqdori ortib ketadi. Shuning uchun ham bu tabletkamiz pHni pasaytiradi va bu orqali kislorodni rag'batlantira olamiz. Va ikkinchi o'rinda qo'shimcha kislorod terapiyalari, ya'ni oksigenoterapiyalarini qabul qilish kerak. Bu bemorimiz, ya'ni bunda alveolyar kislorod bosimini oshiradi va to'yinishni yaxshilay oladi. Va oxirgisi dam olish va gidratatsiya qilishni tavsiya qilamiz. Bu organizm yukini kamaytira oladi. 24-savolning asosiy javoblari mana shular bo'ldi do'stlar. Endi 25-savolga to'xtaladigan bo'lsak, ekologik kimsasiz orolda 6 oy yashashga harakat qildi, lekin tajribasi milklarda qon ketish, tish to'kilishi va son va oyoqlarda qizil dog'larda aziyat chekishni boshlashi bilan qisqa muddatda yakunlandi. Bu inson oqsilaridan qaysi birining noto'g'ri sintezlanishida aziyat chekmoqda deyilyapti. Ya'ni ekologik kimsasiz orolga 6 oy yashashga harakat qilibdi. Bu orqali tajribasida milklarda qonash, asosiy belgilar va tishlarda to'kilishlarni ko'ribdi va son va oyoqlarda qizil dog'larni ko'ribdi. Bu aziyat chekishni boshlaganda bu qaysi oqsillarning buzilishi natijasida deyilyapti. Bu kollagen sintezining buzilishi natijasida bo'lyapti. Kollagen sintezi bilamiz, sintezi uchun C vitaminining roli juda ham ahamiyatli hisoblanadi. Bunda C vitamin, ya'ni askorbin kislota, C vitamin yetishmaganda bu holatlar asosan uchraydi, ya'ni milklar qonashi, tishlarning to'kilishi, ya'ni yamirilishi va son va oyoq sohalaridagi qizg'ish dog'larni ko'rishimiz mumkin. Bunda ushbu ma'lumotni kollagen sintezining buzilishi oqibatida kelib chiqayapti.